bo'ldim, olib ketavering mashinani. Nimaga? Ha, xotiningiz kontent olaman deb arendaga olib turadi. Meniki bu. Qani ol bola. Reklamaga olganman buni, istoriyaga qo'yib oling, keyin yeysizlar. O'rtoqjon jonkalar, hozir qaynona somsani qaynoqana somsalardan yedik. Rosa zo'r ekan, sizlarga tavsiya qilaman. Rosa zo'r ekan. Maza qilib tomosha qildik. Men gapiraman. Men qornim og'irdi, hozir kelaman. Oyjon, siz bilan o'tirib olaylik. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Keling, qanaqa trend u? Mana men boshlab beraman oyijon. Aslida sizni stress issiqqina deyman-ku, lekin ilonga o'xshataman. Ha? Muhokama qilmaymiz. Boshlang. Men ham sizni boshida yoqtirmaganman, o'g'lim yaxshi ko'rgani uchun olib berganman. Voy. Muhokama qilmaymiz. Oyijon, siz rosa yaxshi ko'raman deyman-ku, aslida ko'rarga umuman ko'zim yo'q. Nima? Muhokama qilmaymiz. Endi muhokama qilamiz. Bu yaqinda oyimni tug'ilgan kunlarini nima sovg'a qilsam bo'lar ekan, ha? Voy, nima qilasiz? O'zi bittagina oyingiz bo'lsa. Sizda nechta? Ikkitami? Ikkitami? Bo'ldi, jonga tegding. Xayolingda shu faqat bitta Instagram. Dadasi gapingiz to'g'ri. Telegram kanalim bilan YouTube'imni ham yurgiztirishim kerak-a? Sevgingni menga ayt.